Sevimli kun dasturi davom etar ekan, sevimli suhbat ham davom etadi. Ma'murjon yuqorida juda ham chiroyli savol tashadi va chiroyli fikrlarni aytdilar, aynan Burxon akam uchun. Burxon aka, sizni ijodingiz to'g'risida hozir gaplashar ekanmiz. Salom yoshlar ko'rsatuvida Husniddin Xoliqov misol uchun 80-yillardan boshlab adashmasam ijod qilib kelasiz. Lekin 93-yillarda yosh avlod uchun ham katta ko'mak berdingiz. Lekin Husniddin Xoliqov, Avaz Olimov, Muhriddin Xoliqov, hattoki mana Anvar Sanayevga hattoki bepulga o'zingiz yoningizdan xarajat qilib bo'lsa ham klip olib bergan ekansiz. Buni endi butun ko'cha-kuyda qachon borsam shu Anvar Sanayevni bizga nima deydi o'sha san'atkorni yetkazib berganingizga sizga tashakkur deyshadi xalq. O'sha sizni sababli dedi Anvar Sanayevni biz kashf qildik. Shunaqa bir insonni avvalo ijodini boshlaganingizga sizga tashakkur deyshadi. Ko'cha-kuyda yuraman. Shunaqa xursand bo'lamanki, duolarini eshitib xalq. Sizga yaxshi minnatdorchilik bildirgan ekanlar aka. Bir konsert dasturi. Shuni birgalikda ko'rsak. Mayli, imkoni bo'lsa. Marhamat. Rahmat. Shu 1999-yil birinchi qo'shig'imni yozganman. O'sha uchun meni shun aziz. Birinchi klipimni olishimda umuman cho'nchagimda pul yo'q. Televideniyaga kelganman. Lekin o'sha qo'shig'imni olishim kerak. Shu rejissyordan iltimos qilganman. Assalomu alaykum aziz onajonlar, opajonlar, singiljonlar, akalar, ukalar. Aziz bir insonini mana shunaqa bir yuksaklarga ko'tarilganini, shunaqa bir katta san'at dargohida ko'rish albatta har bir ustozni orzusi. Yana bir bor Anvar shunday bir insonlar darg'alar o'tgan sahnada turib jonli ijroda qo'shiq aytish hammani ham qo'ldan kelmaydi. Burxon aka bir narsani aytish kerakda, har bir inson ham bunaqa jasoratga qo'l urmaydi. Ba'zilar borda ishi bitguncha kimdandir foydalanadi. Ishi bitib, haligi shuhratga, mavqeiga, obro'ga, shon shuhratga ega bo'lgandan keyin tanimay qo'yib yoningizdan jimgina o'tib ketadiganlar ham bor. Lekin qarang, qanaqa chiroyli e'tirof. Ayni shu borada ko'pchilik gapirishadiki, suhbatlarda ham, ko'cha-kuyda ham kim sizni eslab turadi shu shogirdlaringizdan deyishadi. Men lekin Anvar Sanayevga haqiqatan bu maqtash emas, lekin qarangki, hanuz shuni yig'laganini Nargiza, yig'laganini, men shu darajada men bugun kunga yetgan shunaqa bir obro'yimni boshida siz turganingiz uchun rahmat deb har doim Burxon aka ko'ring, men bu kanal siz haqingizda gapirdim. Burxon aka men buni ko'ring, men siz haqingizda gapirdim. Hamma kanaldan ayni shu jumlalarni gapirib ko'rsatishni boshlaydi. Barakat topsin. Qanaqa yoqimli buni eshitish. Albatta. Endi beminnat qilinganda, beminnat. Endi bu boshqa shogirdlarimga ham ta'sir qilsin deyman-da. Shunaqa xususiyat bor ekan deb, puli yo'q odamga yordam berar ekansiz. Men ham imorat ko'taryotdim, shunga agar iloji bo'lsa. O'sha ikkinchi shu gapingga ma'mur, shu gapingga ijtimoiy sahifadan, tarmoqlardan javob keladi. O'sha Anvar aka yordam bergansiz. Menga ham tekinga yordam bering. 20 yildan keyin men yig'lab beraman sahnaga chiqib deyshadi. Aka men hozir yig'lab beraman. 20 yil kutish shart.